Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option sayti orqali har kuni internetda oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz Pocket Option saytiga kirib oldik. Bu sayt orqali biz valyutning parallelida trading qilib pul ishlashimiz mumkin. Demak, bu sayt haqida men YouTube kanalimizda ko'p video obzor qilib chiqardim. Agar bu sayt qiziq bo'lsa, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, har xil strategiya va pul ishlash haqidagi qolgan videoroliklarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Demak, saytga kirishimiz bilan biz birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak, undan keyin verifikatsiyadan ham o'tib qo'yishimiz kerak. Profilimiz ustiga bir marta bosib, agar pasportimiz bo'lmasa, uydagilarning pasporti orqali ham verifikatsiyadan o'tib qo'yishimiz mumkin. Buni hech qanaqa qo'rqinchli yoki xavfli joyi yo'q. Biz ham verifikatsiyadan o'tib qo'yganmiz. Bu prosta sizlarni o'zingizlarning shaxsiylarni tasdiqlab qo'yish uchun, keyinchalik pul kiritish, pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun sizlar verifikatsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak. Demak, verifikatsiyadan o'tganimizdan keyin пополнить счет tugmasini bosib, biz bemalol Uzcard va Humo kartalari orqali minimalniy $5 dan boshlab, ya'ni 50 ming so'm, 60 ming so'mdan boshlab sarmoya kiritishimiz mumkin. Eng kami shu Uzcard va Humo kartalari orqali kriptovalyuta orqali minimalniy $10, $15, mana bu yerda $5 ham bor. O'zimizga ma'qul yo'l orqali bemalol sarmoya kiritishimiz mumkin. Undan keyin targovля bo'limiga o'tamiz. Быстрая торговля, реальный счет tugmasini bossak, bizga реальный счетda targovliyalar ochib beradi. Demak, balansimizda $74 bor, ko'rishingiz mumkin. Real счет, mana demo счетda ko'p pul bor. Biz hech qanaqa demo счетda o'ynamaymiz. Real счетda sizlarga ssilkalar ochib ko'rsatib beraman. Demak, shanba oddiy kunlari valyutning parallel dam oladi, ya'ni Jahon Central banki dam oladi. O'shaning uchun biz bu sayt orqali dushanbadan jumagacha bemalol pullar ishlashimiz mumkin. Biz birinchi bo'lib kirishimiz bilan analiz qilishimiz kerak. Bundan oldingi videolarda ham analiz qilishni ko'rsatib o'tgandim. Kelinglar biz yevro USD valyutasini analiz qilamiz. Bu yerda qisqacha повышающий trend bor, ya'ni bozor tepaga qarab ketyapti. Biz shu yerda tepaga qarab ssilka ochib qo'yishimiz mumkin. Demak, bozor uzoqlashtiramiz. Ssilka bo'limiga o'tsak, ko'rib turganingizdek bozor silna pastga qarab tushib ketdi. Bu yerda yana biz dagon qilib $3 dan yana tepaga ssilka ochib qo'yishimiz mumkin. Mabodo ssilkamiz bizga minusga yopilib qolsa. Xuddi shunaqa martingale strategiyasi bilan ham pul ishlasanglar bo'ladi. Hozirda ikkala ssilkamiz ham bizda minusga qarab ketyapti. Kelinglar, umidli switch qilamiz va bozorga yaqinlashtirsak, ko'rib turganingizdek $3lik ssilkamizdan balandda turibdi. Hozir bozor yana pastga qarab tushib ketdi. Demak, birinchi ssilkamiz yopilishiga 24 soniya qoldi. Kelinglar, biz videoni tezlashtirib natijani kutamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, birinchi ssilkamiz yopilishiga 2 soniya qoldi va oxirgi soniyalarda bozor tepaga qarab yurib ketdi. Birinchi ssilkamizdan 88 sent daromad oldik. Ikkinchi ssilkamiz ustiga yopilishiga 9 soniya qoldi. Bundan biz $3 qo'ygan bo'lsa, $2.64 sent biz foyda olishimiz mumkin agar plusga yopib bersa. Ko'rishingiz mumkin, bu ssilkamiz ham bizga 100% plusga yopildi. Sizlar bilan birgalikda pashti $4 biz daromad qildik. Xuddi shu tariqa ishlasanglar bo'ladi. Endi biz analiz qilish uchun yana bir minutlik switchga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, повышающий trend bo'lyapti. Bozor tepaga qarab ketyapti. Yana biz $1lik o'zimizni boshlang'ich stavkamizga qaytamiz. Demak, ozgina bu yerda bozor pastga qarab yurishi mumkin. Kelinglar, shu yerda yana biz tepaga qarab ssilka ochib qo'yamiz. Demak, bunisi ham o'tmasa $3 qilishimiz kerak va bu yerdan yana biz martingale strategiyasi bilan tepaga qarab ssilka ochib qo'yishimiz mumkin. Hozir bozor yana ozgina qaytdi. Bu yerdan tepaga ketib qolishi mumkin. Yana pastroqqa tushsa, biz martingale strategiyasi bilan yana $3 ssilka ochib qo'yishimiz mumkin. Demak, bozorni uzoqlashtiramiz. Qolgan valyutning parallelini ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozirda dohod katta berayotgani kam ekan. Hozir mashina ham plusga yopib olsak, biz keyin boshqa valyutning parallelini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ssilkamiz ham yopilishiga 2 soniya qoldi. Bu ssilkamiz ham 100% plusga yopildi. Yana biz 88 sent daromadga chiqdik. Bu so'mga o'girsa 10 ming so'mlar atrofida degani. Sizlar ssilkaga kirmoqchi bo'lsanglar, balansingizdan 3% dan 5% gacha summa bilan ssilka ochishinglarni tavsiya etaman. Undan kattasini ochsanglar, martingale strategiyasiga, ya'ni dagonga yetmay qolishi mumkin. Sizlar pulinglarni silib qo'yishingiz mumkin. Kelinglar, boshqa valyutning parallelini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ularda qanaqa vaziyatlar bo'lyapti, ssilkaga kirsa bo'ladimi, ularni ham analiz qilib ko'ramiz. Demak, bu yerda GPT kad bizga 87% daromad berayotgan ekan. Kelinglar, shuni hozir analiz qilishga harakat qilamiz. Bozorni uzoqlashtirsak ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bozor tepadan pastga qarab yurib kelgan, yana tepaga atkat bo'lyapti. Kelinglar, sizlarga AI trading nimaligini ham ko'rsatib beraman. $1 ochdik. AI trading tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga o'zi avtomatik ssilka ochib beradi. Ko'rishingiz mumkin, soniyasi 1 minutlik 23 sekund ekan. Ya'ni tepaga qarab ssilka ochib berdi bizga. Kelinglar, mana shu AI tradingni ham biz hozir tezlashtirib videoni natijasini kuzatamiz.
Mana ko'rishinglar mumkin, сделка yopilishiga 3 soniya qoldi. Bu сделкamiz va mana plyusga yopilib berdi. AI Trading ham bizga, ya'ni sun'iy intellektdan plyusli, ya'ni foyda beradigan сделка ochib berdi. 87 sent foyda qildik. AI Trading ham har doim 100% сделка beradi deb hech kim aniq aytib bera olmaydi. Bu ham orada adashib turishi mumkin. Yana pulinglarni dagon qilib, yana AI Trading tugmasini bosib, sizlar martingale strategiyasi bilan daromad olishinglar mumkin. Ikkita ketma-ket telefon berib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'zingizlar ham analiz qilishinglarni tavsiya etaman. Agar sal tushunmay qolsanglar yoki sizlar ham qiyin vaziyat bo'lsa, AI Tradingdan yordam olsanglar bo'ladi. Demak, videoni boshida bizning balansimizda 74 dollar bor edi. Sizlar bilan birgalikda biz 5 dollar sof foyda qildik. Kelinglar biz boshqa valyutniy paralarni ko'ramiz. Buni daromadi 72% ga tushib qoldi. Hozir mana bizda qolgan valyutniy para yevro USD bizda 88, buni ko'rib chiqdik. Keyingisi 87 va kelinglar boshqa valyutniy paralarni ham ko'rib chiqamiz. Mana 92% daromad berayotgan biz OTC'larda ham bitta сделка ochib ko'ramiz agar yaxshi vaziyatda qolsak. Mana bu yerda понижающий trend bor edi, bozor pastga qarab ketayotdi. Kelinglar biz yana pastga qarab сделка ochib ko'ramiz. Bu yerda mana kichkina atkat bor. Demak, bu yerda уровень сопротивлениyadan bozor buzib chiqib ketgan. Bu yerda tepaga ham сделка ochsa bo'ladi, lekin bu yerda понижающий trend anchadan beri kelayotgandi. O'shaning uchun men sizlarga pastga qarab сделка ochib berdim. Agar bu bozor ham tepaga qarab ketsa, biz yana bemalol tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Mana 3 dollar bosamiz va bu yerdan kelinglar mayli yana biz pastga qarab сделка ochib ko'ramiz martingale strategiyasi bilan. Chunki bozor pastga qarab ketishi kerak. Biz сделка bo'limini ochib sizlar bilan birgalikda natijani kuzatamiz. Mana ikkinchi сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Ko'rib turganingizdek, hozirda bu сделкamiz bizga 100% plyusga yopildi. Bizning balansimizda уже 81 dollar 73 sent bo'ldi. Kelinglar sizlarga yana bitta AI Tradingda сделка ochib ko'rsatib beraman. Agar bizga plyusga yopib bersa, biz bemalol videoni stop qilsak ham bo'ladi. Demak, AI Trading tugmasini bosamiz. Bizga tepaga сделка ochib berdi 7 sekundli, lekin ko'rishinglar mumkin bozor pastga qarab ketib qoldi. Ya'ni qisqa сделка ochdi. Ko'rib turganingizdek bizga plyusga yopildi. Demak, bizga bu adashma pastga ochib bergan. Ko'rishinglar mumkin pastga bizga 1,5 dollar bilan сделка ochib bergandi. Bu сделкamiz bizga 100% plyusga yopildi. Men tepaga сделка ochdi deb o'ylanman. Balansimizda 83 dollar bo'ldi. Kelinglar yana AI Trading tugmasini bosib, yana biz сделка ochamiz. Yana pastga bizga сделка ochib berdi, lekin bu сделка bizga minusga yopildi. Endi biz 3,5 dollar bilan yana bitta AI Trading tugmasini bosib сделка ochishimiz mumkin. Yana pastga ochib berdi, ya'ni 10 soniya bor. Hozir sizlar bilan natijasini ko'ramiz. Bozor yaqinlashtirsa, adashmasam bu сделка bizga plyusga yopilishi mumkin, lekin bozor oxirgi soniyalarda tepaga qarab ketib qoldi. Demak, 3,5 dollarimiz ham bizga minusga ketdi. Endi biz foydani qoplash uchun 9 dollar bilan kirishimiz kerak. AI Trading tugmasini bosamiz, tepaga qarab сделка ochib berdi. 30 sekundlik сделка. Hozir sizlar bilan birga natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, сделка yopilishiga 4 soniya qoldi. Adashmasam bu сделка 100% plyusga yopildi. Ko'rib turganingizdek, balansimizda уже 86 dollar 39 sent bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda biz AI Trading yordamida va o'zimizning сделкamiz yordamida video davomida 12 dollar sof foyda qildik. Bu so'mda adashmasam 150 ming so'mlar atrofida bo'ladi. Xuddi shu tariqa Pocket Option saytida kirib o'zingizlar analiz qilib, mana shunaqa 10-15 daqiqani ichida 10-15 dollar pul ishlasanglar bo'ladi. Bu ham aniq summa emas. Sizlar o'zingizlarning balansingizga qarab сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. AI Tradingda biz tez pul ishlashimiz ham mumkin, tez pullarimizni yo'qotishimiz ham mumkin. O'shaning uchun bu yoqda ham risk bor. Agar risk qilishdan qo'rqmasanglar, kirib sizlar ham tekshirib ko'rishinglar mumkin. Lekin aytib o'tgandek, hamma сделкasi 100% plyus emas. Bu ham, ya'ni AI Trading ham ora-orada adashib turadi. Ko'proq o'zingizlar analiz qilib сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. Har kirganingizda 10-15% balansingizdan daromad qilganingizdan keyin chiqib pauza qilishinglarni tavsiya etaman. Balansingizdan 3-5% summa bilan сделка ochishi ham tavsiya etiladi. Risk managementga amal qilgan holda. Demak, bu sayt silkasi kommentariyada bo'ladi va bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Xuddi shu tariqa Telegram kanalimizga o'tib, bu sayt silkasini olishinglar mumkin. Agar sizlarga shunaqa saytlardan pul ishlash qiziq bo'lsa va har xil strategiyalar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa va shunga o'xshash saytlarni tez-tez video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.